bitta Damas, ikkita Damas, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Yo'lda ham Damas, trotuarda ham Damas, bu yoqda ham Damas, bu yoqda ham Damas. Topinglar, chiqatamiz do'stlar. Topdinglar, Olmaliqdamiz bizlar. Olmaliqda birovlar aytadi 6000 ta Damas bor deydi minimum. Birovlar aytadi 10 000 ta bor deydi. Shu meni taxminimcha 6-7 ming Damas bor. Toshkentda katta bolalar qora Gentra olib arendaga chiqarib olsa, bu yerda katta bolalar Damas olib arendaga chiqadi. GMda ishlab chiqarilayotgan, hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan Damasni ham men o'ylayman katta qismini Olmaliq sotib oladi. Boshqa joylarga qaraganda ham. Endi to'g'ri, vodiyda ham bor bu narsalar. Lekin Olmaliqqa ham bu statistikada juda katta o'rni bor. Salomat bo'linglar. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, xursand bo'ldik.